Nurobod tumanida Yoshlar kuni munosabati bilan prokuror va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda hudud yoshlarining muammolari, taklif va tashabbuslari eshitildi. Ochiq va samimiy muloqot tarzida o'tkazilgan uchrashuvda viloyat prokurorining o'rinbosari ishtirok etib, dastlab yurtimizda yoshlarga qaratilayotgan e'tibor, yaratilayotgan imkoniyatlar haqida gapirdi. Ular bilan ishlashda samaradorlikni oshirish uchun amaliy ishlarga alohida e'tibor qaratish zarurligini ta'kidladi. Bu bo'yicha mas'ullarga tegishli topshiriqlar berildi. Uchrashuv doirasida bo'sh ish o'rinlari, mehnat yarmarkasi ham tashkil etildi. Unda tumandagi tashkilot va idoralar, ishlab chiqarish korxonalari, tadbirkorlik subyektlari vakillari o'zlaridagi mavjud bo'sh ish o'rinlari bilan qatnashdi. Yarmarkada nafaqat yoshlar vakillari, balki tumanga migratsiyadan qaytgan va doimiy ish bilan band bo'lmagan aholi vakillari ham ishtirok etib, o'zlariga munosib ish o'rinlari bilan yaqindan tanishishdi. Ayni paytda tumanning Sazag'on va Olg'a massivlarida umumiy quvvati 1000 megawatt bo'lgan ikkita quyosh fotoelektr stansiyasi barpo etilmoqda. Mazkur loyiha asosida hozirda mahalliy aholi vakillari kasbga o'qitilib, kafolatlangan ish o'rinlariga ega bo'lishmoqda. Biz ikkita loyiha bo'yicha ish olib bormoqdamiz. Bu loyihalar O'zbekistonni qayta tiklanuvchi energiyaga bo'lgan ehtiyojini qondirib, loyihaning umumiy qiymati 1 milliard 400 million AQSh dollariga teng. Loyiha Samarqand, Buxoro va Toshkent viloyatigacha davom etadi. Loyihada ishlash uchun asosan mahalliy aholi ustuvorlik kasb etadi. Bunda fuqarolarni kasbga o'qitish ham yo'lga qo'yilgan bo'lib, qisqa muddatli kursni tugatganlar ishga olinadi. Tumandagi birinchi son texnikumda tashkil etilgan o'quv kurslarida tinglovchilarga nafaqat nazariy bilimlar beriladi, balki olgan bilimlarni amaliyotda mustahkamlash uchun ochiq maydonda amaliy mashg'ulotlar ham o'tkaziladi. Sharofiddin Qilichev 49 yoshga kirgan bo'lsa-da, mazkur loyihada ishlash istagini bildirdi va o'g'li bilan birgalikda qisqa muddatli kurslarni o'qib tugatdi. Bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasida maxsus sertifikatlar kurs bitiruvchilariga topshirildi. Tumanimizda yirik loyiha amalga oshirilyapti. Elektromonter bo'yicha o'qidim, kasb hunariga ega bo'ldim. Endilikda mana nasib bo'lsa ishlaymiz. Albatta, bu kabi ochiq muloqot va mehnat yarmarkalarining o'tkazilishi yoshlarning faolligini oshirishga, ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlab, orzu maqsadlarini ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi.